Aşıklarını hayran kılıp, yürek benim beyran kılıp, kaşıngizmi keman kılıp, yüreğiri Rahmat. Ruxsor, muncha yo'san, dugonajon. Bilasan, men uydaman. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Hozir to'xtab tur. 1 minut. Alo. 5 minutda kelavering, hozir chiqaman. Tüldürüp taş koçalarını, yarık kılıp keçalarını. Ruxsor, qaragin, Temur akam telefon olib berdilar. Sen telefoningni qachon almashtirasan? Men Abbos akamga uni olib bering, buni olib bering demayman. O'zi qiynalib, oilalarini bir o'zlari boqishadi. Nima qilasan u yigitingni? Temur akamga o'xshagan yigitlar bilan yursang bo'lmaydimi? Nima deganing bu? Ha, mayli. Ruxsor, men ketdim. Gaplashamiz dugonajon. Yo'llarimni ayro qilib, muhabbatim arzon bilib, endi menga yuzing burib, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Yuragimga azar bo'lib, yo'llarimga zarzar bo'lib, hayotingdan bezor bo'lib, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Tugab bo'lgan ertagim, o'zgalarga ermagim, g'ururi yo'q tentagim, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Meni yo'qlab kelgan emissan yar. Ketgan eding kulib kulib, yuragingdan yurib yurib, ko'zing yoshga to'lib to'lib, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Dunyo shartiga ko'nib bo'lganda, umid gulim so'lib bo'lganda, divar kabi nurab bo'lganda, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Tugab bo'lgan ertagim, o'zgalarga ermagim, g'ururi yo'q tentagim, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Meni yo'qlab kelgan emissan yar. Tugab bo'lgan ertagim, o'zgalarga ermagim, g'ururi yo'q tentagim, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Tugab bo'lgan ertagim, o'zgalarga ermagim, g'ururi yo'q tentagim, meni yo'qlab kelgan emissan yar. Meni yo'qlab kelgan emissan yar.